Motosikletning kishilarga beradigan ta'siri chaqqan ham apchil bo'ldi. Ammo ba'zilar buningdan rozi bo'lmagan. Masalan, Sinchaq saloni tuvanda tanishtirmoqchi bo'lgan 3 motosikletning hammasi motosiklet dunyosidagi g'oyat zo'rlar hisoblandi. Yuk avtomobilmi ularning inda o'yinchoq o'xshab qoldi. G'alit maxluq. Dunyodagi eng egiz mingil bo'lgan motosiklet bo'lish sifati bilan g'alit maxluq motosikletning uzunligi 6,18 metr, egizligi 3,43 metr, umumiy ig'irligi 2,98 tonna yetgan. Odatdagi ommaviy darajadagi motosikletga o'xshamaydigini, bu motosikletga ishlatilgan motor avtomobilning motori bo'lib, uningga 8,12 litrlik V8 lik motor ishlatilgan. Bu motorning kuch chiqarish miqdori Bauma 740 ning 2 hissasidan. Chiqarish miqdori shuncha yuqori bo'lg'achqa, motorning may sarfiyatimi nihoyat yuqori bo'lib, har gallon benzinda faqat 6 ingliz mili yo'l yuralaydi. Ammo chiqarish miqdori shunday yuqori bo'lganligi uchun bu g'oyat zo'r jism soatiga 100 kilometrlik surat bilan yuralaydi. Bu surat uning o'xshash ig'irlikdagi nurg'un yenik tipdagi yuk avtomobildan tez. Radio. Bu motosiklet eng dastlabda g'alit maxluq mototsikletidan eshib ketish uchun ishlangan. U haqiqatan bu nuqtani ishga oshirgan bo'lib, eng oxirida uzunligi 10 metr va egizligi 5 metr keladigan bu motosiklet dunyodagi eng chong iqtidorli motosiklet deb e'tirof qilingan. 10 metr uzunlikdagi uzunlik uni uzunlik jihatdan nurg'un avtomobillardan oshirib o'tgan. Garchi uning motori g'alit maxluqning chiqarish miqdoriga qaragan kichik bo'lsa-mu, biroq 280 ot kuchiga ega Chevrolet V8 motoriga 3 qutluq surat o'zgartirish sanduq saplangan bo'lib, yanada normal ma'noda. Garchi u yordamchi chaqqa tayinib tamponlik saqlash majbur bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bunday cho'ng maxluqni o'ngishli qo'zg'atgan uchun biz uningga olqish yangratmay tura olmaymiz. Kukun talqon qiluvchi. Oldin tanishtirib o'tgan ikki motosikletga selishtirganda kukun talqon qiluvchi intayin zo'ravonlik xususiyatiga ega. Uning balonining egizligi 3 metrga, kengligi 1 metrga yaqin bo'lib, odatdagi oila avtomobilini osonla mijib o'talaydi. Bu uning kukun talqon qiluvchi degan nomining kelib chiqishi bo'lib, Detroit dizel yuk avtomobilining motori uni benzindan halqagan motorning kuchli harakatlantirgich kuchi bilan ta'minlagan. Uzunligi 9 metr, egizligi 3 metr, ig'irligi 13 tonna keladi. Shuning bilan kukun talqon qiluvchimi dunyodagi eng zo'ravon motosikletga aylangan. Yuqoridagi 3 motosikletni ko'rib bo'lgandan keyin motosiklet bo'lgan tushanchingiz ag'dirib tashlandimi? Keyin undaqda o'ng taraf ostidagi yulduz belgisini xuddi kukun talqon qiluvchiga o'xshash mijib yo'rtib qo'yishingizni umid qilaman. Biz kelar kisani ko'rishaylik.